Juda ham ko'pchilikda internet muammosi bor. Internet yaxshi ishlamay qolishi va uyda ichiga kirganingizda internet umuman yo'q bo'lib qolishi. Ya'ni 4G da ishlab turgan internetingiz E'ga tushib qolishi. Bu haqda men hozirlarga chotki ma'lumot beraman va uyda ichida ham internetingiz chotki ishlashiga yordam beraman. Video like, podpiska bosib, kuzatishda davom etinglar. To'liq videoni YouTube kanalimga o'tib ko'rishinglar mumkin. Sizlar bilan Ustix. Assalomu alaykum barchaga do'stlar. Ko'pchilikda bo'layotgan muammolar, eskitdan bo'ladi bu muammolar, juda o'zimda ham ko'p bo'lardi va shunga yechim topganman. Kimlardir buni bilishi mumkin, kimlardir buni bilmasligi mumkin. Ko'pchilikda internet maza qilib ishlatasizda orada qotib qoladi. Yo bo'lmasa internetingiz umuman ishlamay qoladi. Shunda uyga kirasiz, misol uchun bir burchada ishlasa internet, bir burchada ishlamaydi. Tarmoq o'zgarishi bor. Android tizimida ishlaydigan telefonlar uchun va Samsung boshqa telefonlar ishlaydigan telefonlar uchun ko'rsataman sizlarga. Qaranglar. Qo'ng'iroqqa kiramiz, qo'ng'iroqqa kirib turib teramiz. Yulduzcha reshotka 46, 36, reshotka. Bizga shu yerda ikkita menu beradi. Birinchi, ikkinchi. Biz birinchiga kiramiz. Aynan o'sha biriga kirganimizda sal pastroqqa tushsak, tarmoq turlari bor. Hammada chiqadi bu. Ba'zi telefonlarda chiqmasligi mumkin. Oxirigacha ko'rsangiz o'rgataman qolgan telefonlarda qanday qilib chiqarishni. Tarmoq turlari bor. O'sha tarmoq turlariga bosamiz va ko'rsanglar shu yerda Lite'ni o'zi bor mana. Lite online'ni o'zi bor. O'sha Lite online'ni o'ziga bosib qo'yasizlar, 4G ni o'zi ishladi. Aynan shu paytda sizda internet yoki 3G da ishlayotgan bo'lsa, tarmoq 4G ga o'tadi-da, internet ishlashi o'zgaradi. Ha, shu o'rinda eslatib o'taman. Tarmoq turi o'zgaradi, internet ishlaydi, lekin kiruvchi, chiquvchi qo'ng'iroqlar amalga oshmay qoladi. Buni to'g'rilashni o'rgataman. Bundan tashqari, agar bu kodlar tergan bo'lsangiz, chiqmagan bo'lsa, Play Marketga kirib, Play Marketdan 4G deb oqtaramiz. Aynan 4G deb oqtarganimizda bizga ilovalar juda ham ko'p. Ko'rsatilgan 4G bor mana. Sizlarga ko'rsataman. Aynan shuni mana 4G online Android 11 Plus qilib qo'ygan. Android versiya 11 Plus ga bosib, aynan o'shani torsanglar, hech qanaqa reklamalarsiz ishlaydi bu programma. O'sha kodlar chiqmagan telefonlar uchun bu narsa. Endi aloqa ishlamay qoladi. Aloqani qaytarish uchun yana xuddi o'sha yerga kiramizda, yana o'sha Lite ustiga bosib, tanlaganimizni orqaga qaytarib qo'yamiz. Bir dona pastiga Lite VSM'ga qaytaramiz va aloqa yana ishlay boshladi. O'zi bu narsa ko'proq internet kerak paytda qilinadi. Keraksiz paytda yana o'z holatiga qaytarib qo'yasiz. Agar sizda ham internetda shunaqa sekin ishlayotgan bo'lsa, bu videoga bitta like bosib, eng yaqin do'stingizga jo'natib qo'ysangiz, qachondir sizga kerak bo'lib qolsa, shu video osongina o'sha do'stimga jo'natgan edim deb osongina topib bo'lasiz. Like, podpiska sizdan, xizmat qilish bizdan. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. To'liq videoni YouTube kanaliga o'tib ko'rishingiz mumkin. Like, podpiska sizdan, xizmat qilish bizdan. Bosdik.